Bo'g'ladi va bir 2 kun bo'lyapti shishib ketdi shu. Ha, men ham bog'laganman. Keyin mana yerda o'g'rim bor, ana shu tirsagida. O'ng chap tirsakda. Chap tirsagida mana shunda mana qarang uyushgan mana bu zakonni aniqladi. Ana bu mana ana qilsam ana unga beryapti. Mayli uyushgan deb turibdi. Tushundim. Hozir oyoqlariki yaxshi. Degan nisbatan yaxshi ko'rsatmas. Yaxshi. Ha, yaxshi ko'rsatmas. Hop, muolajalarni oldingiz. Bugun nechinchi kun siz muolajangiz? 5-kun bo'lyapti. Yana 2 kun bor. Ha, xudo xolasa hali. Yana muolajalaringiz bor, ularni olasiz. Ha, olaman, xudo xolasa. Yana qo'shimcha bo'lsa, bir ko'rsataydi sizga. Ha. Chang zahringiz bormi hali? Yo'q, men bilmayman nechta. Ha, bor. Ikkoringiz bor. Hozir men hijoma joylarni yana bir ikkita joylarni yozib beraman, xo'p? Og'riq bor joylarda. Demak, hozir bilakda, qo'lda bo'lyapti. Mana ana tirsakda. Ikkita tirsakdan ham oldiravering, xo'p? Ha. Bar bugun bir-biriga ko'chadi og'riq. Ha, o'zi Bittasi degan bilan bunga ko'chadi. Hop, bugun 14:05. Ana shu joyda hijoma qilaman, bitta choyingizni o'zgartiraman, xo'p? Damlamangizni, tuzlarni haydaydigan choyga o'zgartiraman. Yurak, asabga foyda qiladi.